Men Get Topic'da tahsil olib, Topic 4 natijasini qo'lga kiritdim. Mening ismim Omina. Men Get Topic'da tahsil olib, Topic 4 natijasini qo'lga kiritdim. Koreys tilini noldan Get Topic o'quv markazida o'rganishni boshladim. Get Topic'da tahsil olishdan oldin boshqa joylarda ham o'qiganman. Topic 4 natijani qo'lga kiritishim uchun Get Topic yordami katta teggan. Get Topic'ga kelishdan oldin ikkinchi darajam bor edi. Rocket kursga kelib, 3 oy o'qib, 3-darajani qo'lga kiritdim. Annyeonghaseyo 여러분, men ismim Zebo. Men Get Topic'da 7 oy standart 3 oy rocket guruhlarida o'qib, Topic 3 natijasini qo'lga kiritdim. Kelajakda Koreyadagi Seul shahridagi Hongik universitetida o'qish niyatim bor. Koreys tiliga qiziqishim, koreys dramalarini ko'rish va musiqalarini eshitish bilan boshlandi. Shu bilan uni subtitrsiz ko'rishga harakat qildim va o'z koreys tili darajamni oshirishga harakat qildim. Topic imtihoni vaqtida Topic xonaga kirganimda ozgina vahma bo'ldi, lekin o'zimni qo'lga olib, Topic testlarini yechishni boshladim, lekin ozgina sudida qiynalish bo'ldi. Get Topic'ga kelib rocket kursga qatnashganim uchun hammasi oson bo'ldi. Chunki biz ustoz bilan hamma ma'lumotlarni ko'rib, o'rganib, qanaqa strukturalarni ishlatish kerakligini o'rganganimiz uchun va shu oson bo'ldi. Ikkida ozgina qiyinchilik bo'ldi, lekin ilki shu oson tushdi. Agarda hozirda siz Topic imtihoniga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, o'qituvchingiz berayotgan vazifalarni vaqtida sifatli bajarib, so'zlarni ham yaxshilab o'rganishingiz kerak. Bu natijaga erishish uchun hammaga insisimli mana shu to'xtamasdan dars qilib shug'ullanishni maslahat bergan bo'lardim. Sizlarga tavsiya qiladigan narsalarim bu doimiy shug'ullanish, ko'proq so'z yodlash va darslarni qoldirmaslik. Astoydil o'qishinglarni va yaxshi ustoz tanlab, oxirigacha borishni tavsiya etaman. Agar shu natijaga tezroq erishish xohlasanglar, sizlarga Get Topic o'quv markazini tavsiya qilgan bo'lardim. Get Topicga kamsahamnida. Annyeong.